Endi haftaning muhim yangiliklari bilan tanishtiramiz. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Germaniya federativ tashqi ishlar vaziri Hayko Maasni qabul qildi. Uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston Respublikasi va Germaniya federativ respublikasi o'rtasidagi ikki taraflama hamkorlik masalalari, mintaqaviy va xalqaro kun tartibining dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Tomonlar muzokaralar jarayonida Afg'onistondagi murakkab va xavotirli vaziyat haqida to'xtalib o'tishdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Afg'onistondagi murakkab vaziyat va uning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta'siri haqida yana bir bor xavotir bildirdi va hozirgi vaziyat hamda uning oqibatlari haqida Tojikistonning mavqei qanday ekanligi borasida fikr mulohazalarini bayon etdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtiruvchi omillardan biri barcha etnik guruhlar vakillari ishtirokida inklyuziv hukumatni tashkil etish lozimligini ta'kidladi. Mamlakat prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkilotining roliga ishora qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida zarur choralar ko'rish va Afg'onistonda inklyuziv hukumatini shakllantirishda xalqaro hamjamiyatining faol ishtirokini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi prezidentining fikricha, bu o'ta og'ir vaziyatda qudratli davlatlar betaraf qolmasligi va qo'shni mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga harakat qilishi kerak. Aks holda Afg'oniston uzoq davom etadigan fuqarolar urushiga aylanishi mumkin. Tojikiston Respublikasi prezidenti iqtisodiy va ijtimoiy inqiroz sharoitida Afg'oniston xalqiga har tomonlama va maqsadli yordam ko'rsatishga chaqirdi. Shu bilan birga Germaniya Federativ Respublikasi va xalqaro hamjamiyat Tojikiston Respublikasi va Afg'oniston o'rtasidagi chegarani mustahkamlash hamda himoya qilishda yordam ko'rsatishga qiziqish bildirishdi. Tomonlar Afg'onistonda xalqaro terrorchilar bazasiga aylantirilishi mumkinligidan xavotir bildirishdi va terrorizm, ekstremizm hamda transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashishga tayyorligini ta'kidlashdi. Germaniya federal tashqi ishlar vaziri muzokaralar va inklyuziv hukumat tuzish orqali vaziyatni barqarorlashtirishga yordam berishini ma'lum qildi. 31 avgust kuni Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Tojikiston Respublikasi mustaqilligi 30 yilligi sharafiga hukumat rahbarlari, qonun chiqaruvchi va hokimiyat ijroiya organlari rahbarlari, mamlakat hukumati a'zolari va parlamentning sobiq rahbarlariga davlat mukofotlarini topshirdi. Taqdirlash marosimidan oldin Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon yig'ilganlarni davlat mustaqilligi 30 yilligi bilan tabrikladi va bugun 30 yillik mustaqillikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi hamda mamlakatning turli iqtisodiy va ijtimoiy sohalari va davlat boshqaruvida xizmatlari uchun davlat mukofotlari bilan tabrikladi. Bugun davlat rahbariyati va hukumati sizning samarali mehnatingizni qadrlaydi, deya ta'kidladi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon vatanparvarlik ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi va davlat mukofotlaridan tashqari barcha faxriylarga samimiy minnatdorchilik bildirdi. 30 yil davomida tojik xalqi og'ir sinovlarga duch keldi. O'sha fojiali kunlarda dunyoning siyosiy xaritasidan tojik davlatining yo'q bo'lib ketish xavfi va tojik millati parchalanishi dahshatli haqiqatga aylandi. Xavfning ko'lamini tushunib, bilimli va fidoyi millatning farzandlari darhol choralar ko'rdi.
ta'kidlash kerakki, shu tariqa ular Tojikistonning shonli xalqi qo'llab-quvvatlashi, irodasi va intilishlari bilan mustahkamlandi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ma'ruzasi so'ngida jahon hamjamiyatidagi oldindan aytib bo'lmaydigan siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik holati, shu jumladan zamonaviy tahdidlar hamda muammolar haqida fikr yuritdi va mintaqayu dunyodagi vaziyat doimiy o'zgarib borayotgan bir vaziyatda biz va siz doimo hushyor bo'lishimiz, beparvo bo'lmasligimiz va milliy hamda davlat manfaatlarini qayerda va qachon bo'lishidan qat'iy nazar himoya qilishimiz kerak. Shunday qilib, katta xizmat yutuqlari va samarali ishi uchun tantanali muhitda mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan qimmatli hissasi uchun 90 dan ortiq hukumat rahbarlari, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat rahbarlari, parlamentning sobiq rahbarlari va hukumat a'zolari Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tomonidan Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligi yubiley medali va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan xodim faxriy unvonlari bilan taqdirlandi. Tojikiston Respublikasi prezidenti farmoniga binoan davlat mukofotlari bilan taqdirlash tadbiriga ko'ra bilim va madaniyat, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish mahsulotlari va xizmatlari, mahalliy davlat hokimiyati va boshqa davlat xizmatchilarini davlat mukofotlari bilan 88 kishi Tojikiston mustaqilligi 30 yilligi yubiley medali va 2 kishi Tojikistonda xizmat ko'rsatgan xodim faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Ta'kidlash joizki, fan va madaniyat, sog'liqni saqlash, tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish, mahalliy hokimiyat xodimlari mamlakat ilm-fani va madaniyatini rivojlantirishga, aholi salomatligini saqlashga, davlat xizmatida samarali ishlashi va yuqori ishlab chiqarish yutuqlari uchun Tojikiston mustaqilligi 30 yilligi medali bilan mukofotlandi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon so'zlariga ko'ra, birinchi navbatda rahbarlar mehnatsevarlik, vatanparvarlik va Tojikiston davlati, millati hamda xalqiga sadoqat namunasi bo'lishi kerak. Davlat mukofotlari bilan taqdirlanganlar orasida qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning sobiq rahbarlari, sobiq parlament rahbarlari va hukumat a'zolari, turli tizimlar rahbarlari va boshqa davlat xizmatchilari bor edi. Millat peshvosi Emomali Rahmon ularning har biri bundan buyon ham bor ilm, tajriba va sa'i harakatlarini mamlakat ravnaqiga, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlashga, mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga va boshqa bunyodkorlik maqsadlariga hissa qo'shishiga ishonchi komil ekanligini bildirdi. Mustaqillikning 30 yilida xotin-qizlar millat peshvosining yaxshi ijtimoiy siyosati va ayollarning jamiyatdagi mavqeini oshirish chora-tadbirlari doirasida tinchlik, barqarorlik va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Ayollarning jamiyatdagi rolini oshirishda mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning tashabbusi va qo'llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega. Natijada davlat mukofotlarini topshirish marosimida har yili prezident huzuridagi turli lavozimlarda sadoqat bilan ishlagan va Tojikiston hukumatining muvaffaqiyatli va istiqbolli siyosatini amalga oshirgan bir guruh mamlakat faol ayollari davlat mustaqilligi 30 yilligi mukofoti bilan taqdirlandi. Yangi tojik davlati shonli tarixini, mustaqillik barcha yutuqlarini, xalq fidoyi farzandlarini millat peshvosi Emomali Rahmonning Tojikistonda tinchlik va birlikning qayta tiklanishidagi mashaqqatli mehnatlarini ulug'lagan bir guruh shoir va yozuvchilar ham davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Taqdirlash tadbiri yakunida davlat boshlig'i Emomali Rahmon mamlakat xavfsizligi, barqarorligi va jamiyat taraqqiyotini ta'minlashdagi samarali mehnati uchun davlat va hukumat rahbariyati tomonidan mukofotlanganlarning barchasini yana bir bor samimiy tabrikladi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon vatanning sodiq o'g'illari bundan buyon ham Tojikiston davlati va xalqi oldidagi burchlarini yuksak mas'uliyat, vatando'stlik va vatanparvarlik hissi bilan ado etishlariga
ishonch bildirdi. Seshanba kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Tojikiston Respublikasi Hukumati Raisi Emomali Rahmon boshchiligida Tojikiston Respublikasi Hukumatining majlisi bo'lib o'tdi. Majlis ishida dastlab Tojikiston Respublikasi Hukumatining 2017-yil 29-noyabrdagi 2018-2022 yillar uchun madaniyat, san'at va noshirlik sohalari mutaxassislarini tayyorlash davlat dasturi haqidagi Tojikiston Respublikasi Madaniyat vaziri Zulfiya Davlatzodaning hisoboti tinglandi. 2018-2022 yillar uchun madaniyat, san'at va noshirlik sohalari mutaxassislarini tayyorlash davlat dasturi madaniyat, san'at va noshirlik sohalarida mutaxassislar tayyorlashda davlat siyosati amalga oshirilishining ustuvor yo'nalishlari, vazifa va mexanizmlarini belgilab beradi. Dastur soha mutaxassislarini tayyorlashning yagona tizimini, mutaxassislar malakasini oshirish va qayta tayyorlashning barqaror tizimini shakllantirish, madaniyat, san'at va noshirlik sohasidagi ta'lim samaradorligini oshirishni va ta'lim muassasalarining moddiy texnik, ilmiy metodik asoslarini yo'lga qo'yishi ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Madaniyat vazirligi va tegishli idoralarga xorijiy davlatlardagi ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash talablariga muvofiq kadrlar tayyorlash davlat dasturini samarali amalga oshirish, madaniyat, san'at va noshirlik sohalari xodimlarining malakalarini seminar treninglar o'tkazish orqali takomillashtirish, madaniy va ijtimoiy tadqiqotlar hamda ommaviy axborot vositalari laboratoriyalarini, tojik musiqiy san'ati elektron markazini ta'sis etish va uni zaruriy jihozlar bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatma-yu topshiriqlar berdi. So'ngra bir qator qonun loyihalari, jumladan Tojikiston Respublikasining Soliq kodeksi loyihasiga oid Tojikiston Respublikasining Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi Tojikiston Respublikasi qonun loyihasiga oid Tojikiston Respublikasi Ma'muriy huquqbuzarlik protsessual kodeksiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi Tojikiston Respublikasi qonun loyihasiga oid Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi Tojikiston Respublikasi qonun loyihasi muhokama qilinib, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisiga ko'rib chiqilishi uchun taqdim etildi. Majlis ishida mas'ul shaxslarning Tojikiston Respublikasi hukumati qoshidagi atrof muhitni himoya qilish komiteti to'g'risidagi 2021-2025 yillar uchun davlat investitsiya dasturi to'g'risidagi 2021-2025 yillar uchun Dashtijum davlat tabiiy qo'riqxonasini yanada rivojlantirish davlat dasturi to'g'risida transport xizmatlaridan tekin foydalanish xarajatlarini qoplash tartibi to'g'risida 2021-2023 yillar uchun sanoat sohasida investorlik muhitini yaxshilash chora-tadbirlari rejasi to'g'risidagi hisobotlari tinglandi. Davlat rahbari Emomali Rahmon tegishli vazirlik va idoralarga davlat hokimiyati, viloyatlar, Dushanbe shahri, rayonlar ijroiya organlari majlisida ko'rib chiqilgan davlat dasturining bajarilishini to'liq va sifatli ta'minlash bo'yicha ko'rsatma-yu topshiriqlar berdi. Mamlakat prezidenti Tojikiston Respublikasi hukumati raisi Emomali Rahmon mamlakat hukumatiga, viloyatlar, shahar va rayonlar davlat hokimiyati ijroiya organlariga Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligini munosib nishonlash to'g'risidagi mamlakat hukumatining oldingi va Tojikiston Respublikasi hukumatining navbatdagi majlisi ko'rsatmalari majburiy ijrosi bo'yicha topshiriqlar berdi. Mehnatkashlar yetishtirgan hosillarni talofatsiz yig'ishtirib olish, xorijga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishning hajmini ko'paytirish, takroriy ekin ekish jarayonini tezlashtirish, shuningdek qish mavsumini o'tkazishga har tomonlama tayyorgarlik ko'rish, oziq-ovqat mahsulotlarini zaxira qilish, barcha darajadagi ta'lim muassasalarida yangi o'quv yilining boshlanishi, bilimlar kunida
tinchlik darsini o'tkazish, ta'lim tarbiya sifatini oshirish va milliy g'urur hissini shakllantirish bo'yicha ko'rsatma-yu topshiriqlar berdi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi, Milliy Majlis raisi, Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali bilan birgalikda poytaxtning Sino rayoni Mehrobod mahallasidagi 133-o'rta maktabni foydalanishga topshirdilar. Ramziy taxtadan pardaning ko'tarilishi bilan yangi tashkil etilgan ta'lim muassasasi faoliyati boshlandi. Ta'kidlash joizki, zamonaviy maktab Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmonning ta'lim siyosati nuqtai nazaridan bunyodkorlik tadbirlar doirasida Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligini nishonlash va Dushanbe shahri davlat hokimiyati ijroiya organi rahbariyatining obodonchilik tashabbuslarida millatning keyingi avlodi uchun munosib ta'lim sharoitlari mahalliy tadbirkor Mohir Sement mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori Bahriddin Jo'raxonov tomonidan yaratilgan va xalqaro standartlarga javob berayotgan zamonaviy dizayn bilan bunyod etilgan. Ta'lim muassasasi 4 qavatdan iborat 4 ta o'zaro bog'langan qismni o'z ichiga olib, 2 smenada 2560 o'quvchiga mo'ljallangan. Zamonaviy ta'lim muassasasida ximiya, fizika, matematika, astronomiya, tabiatshunoslik, biologiya, geografiya, lingafon sinfxonalari, chizmachilik, o'g'il va qiz bolalar uchun mehnat ta'limi, kompyuter sinflari, harbiy tayyorgarlik va xoreografiya, musiqa zali kabi 68 ta keng o'quv xonasi, laboratoriyalar, keng o'qish zali bo'lgan kitobxona, elektron kitobxona, muassasa o'qituvchilari va xodimlari uchun kabinetlar hamda boshqa yordamchi inshootlardan iborat. Maktabda imkoniyati cheklangan o'qituvchilar va o'quvchilar uchun zamonaviy lift o'rnatilgan. Maktabning laboratoriya xonalarida o'quv qo'llanmalari va ko'rgazmali qurollar mavjud bo'lib, ulardan o'quvchilar turli tajribalarni o'tkazish uchun samarali foydalanadilar. Eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan keng kompyuter sinfida talabalar axborot texnologiyalari bilan ishlashning nozik jihatlarini o'rganish imkoniyatiga ega. Kerakli asbob-uskunalar bilan jihozlangan keng sinflarda o'quvchilar duradgorlik, o'ymakorlik, milliy liboslar tikishni o'rganadilar. O'qituvchilar rahbarligida turli xil taomlar tayyorlaydilar. Tasviriy san'at ixlosmandlari uchun alohida sinf yaratilib, unda san'at nozikliklari o'rgatiladi. Umuman olganda, aksariyat sinflarda fanni o'rganish uchun eng zamonaviy vositalar, jumladan elektron doskali video proyektor mavjud. Eslatib o'tamiz, 2018-yil 9-noyabr kuni mamlakat prezidenti Emomali Rahmon va Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi, Milliy Majlis raisi, Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali poytaxtning Sino rayoni Mehrobod mahallasida 133-o'rta umumta'lim maktabi 133-o'rta maktab qurilishiga poydevor qo'ygan edi. O'sha kuni mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga Dushanbe shahridagi 17080 o'rinli ta'lim muassasalari ajratilgan 7 ta yangi maktabning loyihalari taqdim etildi. Sino rayonidagi 133-umumta'lim maktabi o'z vaqtida yuqori saviyada va sifatli qurilib, foydalanishga topshirilgan ana shunday inshootlardan biridir. Endi o'quvchilar ilm-fan va hunarmandchilikning eng zamonaviy sharoitlaridan foydalangan holda bu ajoyib zamonaviy maktabda o'qiydilar. Ta'lim muassasasida sportni ommalashtirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun ajoyib sport zali qurildi. Sport zalida asosan mini futbol, voleybol va basketbol o'yinlari o'tkaziladi. Shuningdek, muassasa hovlisida
o'quvchilar futbol o'ynashi mumkin bo'lgan zamonaviy sport maydonchasi ham mavjud. Maktabda turli ommaviy va madaniy yig'ilishlar hamda tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish maqsadida 220 o'rinli keng majlislar zali bunyod etilgan. Anjumanlar zali yuqori sifatli stol va stullar, zarur jihozlar bilan jihozlangan va milliy arxitektura san'ati bilan bezatilgan. Binoning birinchi qavatida o'quvchilar uchun issiq va mazali taomlar bilan ta'minlangan 200 o'rinli oshxona mavjud. Maktabda 60 nafar malakali o'qituvchi o'quvchilarga ta'lim va tarbiya beradi. Yangi qurilgan ta'lim inshootida yaratilgan sharoitlar bilan tanishish chog'ida millat peshvosi Emomali Rahmon qurilish ishlari darajasi va sifatini yuqori baholadi hamda obodonlashtirish va bunyodkorlik va hozirgi zamon maktab qurilishiga qo'shgan hissasi uchun mahalliy tadbirkorga minnatdorchilik bildirdi. Bu yerda mahalliy tadbirkor 3 yil mobaynida Dushanbe shahrida 2 smenada 2400 o'quvchiga mo'ljallangan yangi o'quv muassasasini qurish va foydalanishga topshirish tashabbusi bilan chiqdi. Chorshanba kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi raisi, Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali bilan poytaxtning Sino rayonidagi Dushanbe shahridagi yetim va qarovchisiz bolalarga mo'ljallangan birinchi maktab-internat o'rta umumta'lim davlat muassasasi yotoqxonasini foydalanishga topshirish tadbirida ishtirok etishdi va uning tarbiyalanuvchilari bilan erkin va ochiq muloqot o'tkazishdi. 375 kishilik yotoqxona binosi mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning bevosita ko'rsatmasi asosida mahalliy tadbirkor, shahar deputati, Sarmanzil mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Mahmudjon Murodov tashabbusi bilan Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligi munosabati bilan bunyod etilgan. Yangi inshoot 4 qavat va yerto'ladan iborat bo'lib 1 gektar maydonni egallaydi. Obyekt qurilish ishlari 2019-yil aprelida Dushanbe shahri raisi farmoni asosida boshlangan va o'z vaqtida yuqori darajada va sifatli yakunlangan. Yotoqxona binosi 45 ta xona, murabbiylar xonasi, menejer, qarovul va boshqa yordamchi hujralardan iborat bo'lib, barcha zarur sharoitlar bilan ta'minlangan. Shuningdek, bino zamonaviy liftga ega. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon yangi yotoqxona sharoitlari bilan tanishgach, Dushanbe shahridagi maktab-internatlarning 500 nafar tarbiyalanuvchilari bilan ochiq suhbat o'tkazdi va davlat rahbariyati hamda hukumatining muhtojlarga doimiy e'tibor va g'amxo'rligi haqida fikr yuritdi. Davlat boshlig'i o'quvchilarni Tojikiston Respublikasi mustaqilligi 30 yilligi va yangi o'quv yili boshlanishi bilan tabrikladi hamda maktab-internat ochilishini hukumatning millatning kelajak avlodlariga qimmatbaho sovg'asi sifatida baholadi. Qayd qilinganidek, yetim, uysiz va muhtojlarga g'amxo'rlik qilish hukumatning ijtimoiy siyosatida alohida mavqe va o'rin egallaydi. Ularning ta'lim hamda mehnat sharoitlarini yaxshilash uchun doimo foydali va samarali choralar ko'riladi. Bu yerda yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan millat peshvosi Emomali Rahmon har bir o'quvchiga maktab formasi, o'quv qurollari va shirinliklarni sovg'a qilib, ularni yaxshi ta'lim va namunali intizomga da'vat etdi. Respublikadagi eng yirik ta'lim muassasalaridan biri bo'lgan yetim va qarovchisiz bolalar uchun birinchi maktab internati 1972-yilda yetim va qarovsiz qolgan bolalar internati negizida tashkil etilgan. Mustaqillik davrida boshqa ta'lim muassasalari qatorida millat peshvosi Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi ortib, o'quvchilarning o'qish va ta'lim tarbiya olish shart-sharoitlari yaxshilandi hamda mahalliy tadbirkorlar hissasi bilan uning barcha binolari qayta tiklandi va ta'mirlandi.
Bu ta'lim muassasasi 550 o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, hozirgi vaqtda 444 o'quvchi keng qamrovli ta'lim bilan qamrab olingan. O'quvchilardan 41 nafari to'liq yetim. Maktab internatda oliy kasbiy ma'lumotli 74 o'qituvchi va tarbiyachi mehnat qilishmoqda. Bunyodkorlik va obodonchilik tashabbuslari doirasida yangi maktab internat binosi atrofi tartibga keltirilgan. Shu bilan birga o'quvchilarning yaxshi dam olishini ta'minlash uchun yotoqxona yaqinida bolalar ertaklari qahramonlari haykallari, o'rindiqlar va chiroyli favvoralar bilan bezatilgan. Muassasa yotoqxonasining zamonaviy imkoniyatlari bilan tanishish chog'ida davlat boshlig'i Emomali Rahmon vatanparvar tadbirkor Mahmudjon Murodovga mamlakat oliy rahbariyatining bunyodkorlik va ijtimoiy siyosati, insonparvarlik tashabbuslari va xayrli ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Mahalliy tadbirkor Dushanbe shahrida 2 smenada 3500 o'quvchiga mo'ljallangan yana bir o'quv muassasasini qurib, foydalanishga topshirish tashabbusini ilgari surdi. Shu kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi, Milliy Majlisi raisi, Dushanbe shahri raisi Rustami Emomali Dushanbe shahridagi iqtidorli o'quvchilar uchun 4-gimnaziya maktabi davlat muassasasini foydalanishga topshirishdi. Hashamatli ta'lim muassasasi xalqaro standartlarga muvofiq bunyod etilgan. 5 va 4 qavatli 9 ta binodan iborat bo'lib, bir smenada 2500 o'quvchiga mo'ljallangan. Gimnaziyada 109 ta zamonaviy sinflar mavjud bo'lib, o'smirlar va yoshlarning jahon standartlariga mos ta'lim olishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Xususan, aniq fanlarni o'rganish uchun maktabda zamonaviy fan laboratoriyalari, ximiya, biologiya, fizika va tabiiy fanlar bo'yicha alohida o'quv xonalari mavjud. Ta'lim sharoitlari bilan tanishish chog'ida davlat rahbari Emomali Rahmon yangi zamonaviy muassasa o'qituvchilari va o'quvchilari bilan samimiy suhbat o'tkazdi. Dushanbe shahridagi mazkur davlat ta'lim muassasasida ta'lim xalqaro standartlarga muvofiq olib boriladi va o'quvchilarga to'g'ri saboq berish uchun zamonaviy uslublar hamda ko'rgazmali qurollardan keng foydalaniladi. Ta'kidlash joizki, o'qituvchi va o'quvchilar bu gimnaziyada ishlash va o'qishga faqat tanlov asosida qabul qilinadi. Yangi ta'lim muassasasida til masalalariga alohida e'tibor qaratilib, rus, ingliz, nemis va xitoy tillarini o'rganish uchun alohida sinflar mavjud. Gimnaziyaning kompyuter sinfida ham 200 ta kompyuter bor. Uskunalarni o'rgatish uchun qo'shimcha qismlar va elektron doskalar o'rnatilgan. Zamonaviy 4-gimnaziya kitobxonasi darsliklar va badiiy adabiyotlar bilan jihozlangan hamda jahon adabiyotidan foydalanish uchun alohida elektron kitobxona yaratilgan. Davlat boshlig'i Emomali Rahmonga ma'lum qilinishicha, kasb hunar o'rganish maqsadida maktabda yog'och va metallni qayta ishlash bo'yicha alohida sinflar tashkil etilgan. Shuningdek, yaxshi jihozlangan sinflardagi qizlar tikuvchilik va oshpozlik nozikliklarini o'rganadilar. Gimnaziyada shuningdek harbiy mudofaa mashg'ulotlari kabineti, shaxmat bo'yicha alohida sinf, tibbiy punkt, psixologiya kabineti, 460 o'rinli katta majlislar zali, kichik majlislar zali va 590 o'rinli oshxona mavjud. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun katta sport zali va o'g'il hamda qiz bolalar uchun 2 ta sport zali bunyod etildi. Shuningdek, muassasa hududida turli sport musobaqalarini o'tkazish imkonini beruvchi 3 ta sport maydonchasi mavjud. Bu ta'lim muassasasi ochilishi Tojikiston Respublikasi hukumatining Bilimlar kuni va Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligi arafasida munosib tuhfasi bo'lib, poytaxt ta'limining bosqichma-bosqich rivojlanishidan darak beradi. Xususan, iqtidorli o'quvchilar uchun
4-gimnaziya qurilishi ta'lim imkoniyatlarini modernizatsiya qilish chora-tadbirlarini davom ettirish bilan yakunlandi va o'quvchilar, o'smirlar hamda yoshlarga doimiy g'amxo'rlik ko'rsatgani uchun millat peshvosiga minnatdorchilik bildirdi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon sektor xodimlari va mutasaddilarga yangi muassasada ta'lim sifatini jiddiy kuzatib borish, bilimli va malakali o'smirlarni tarbiyalashni topshirdi. Maktab ochilgandan so'ng Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Dushanbe shahridagi iqtidorli o'quvchilar uchun 4-gimnaziya davlat ta'lim muassasasi zalida bilimlar kuni va tinchlik darslari sharafiga o'quvchilar va ma'rif sohasi xodimlari huzurida ma'ruza qildi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon yig'ilganlarni yangi o'quv yili va Dushanbe shahrining iqtidorli o'quvchilari uchun 4-gimnaziya davlat ta'lim muassasasining ochilishi bilan tabrikladi. Ma'ruzasi davomida millat peshvosi ta'lim holati, ta'lim darajasi va sifatini yaxshilash, yangi ta'lim muassasalari qurilishi, iqtidorli o'quvchi va yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Chorshanba kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali bilan birgalikda turizm, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish instituti 2 yangi ta'lim binolarini foydalanishga topshirishdi. 3 va 5 qavatli bu 2 bino ham 2019-2021 yillar qishloqlar, sayyohlik va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari deb e'lon qilinishi hamda davlat mustaqilligi 30 yilligi doirasida muassasaning o'z mablag'lari hisobiga bunyod etilgan. Yangi binolarda 48 ta o'quv xonasi, ish kabinetlari, 8 ta laboratoriya, shu jumladan bojxona laboratoriyasi, buxgalteriya kabineti, sun'iy intellekt, o'quv mehmonxonasi, turizm, tog' turizmi, ta'lim banki va lingafon kabineti mavjud bo'lib, ularning hammasi yosh mutaxassislar kasbiy faoliyati nozikliklarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon tashrifi chog'ida mas'ullar e'tiborini ta'lim sifati va o'quvchilarning bilim hamda ko'nikmalari darajasiga qaratdi va o'qituvchilarga bu yo'nalishda zarur choralar ko'rish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Studentlarga kasbning nozik jihatlarini o'rganish uchun 200 dan ortiq tajribali o'qituvchilar ishlaydi. Yangi muassasada 92 ming nusxadagi bosma kitoblar, 941 ming nusxadagi elektron kitoblar kitobxonasi va 600 o'rinli majlislar zali mavjud. Ta'kidlanishicha, turizm, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish institutida o'quv jarayoni butunlay kredit tizimi orqali amalga oshiriladi. Institut 1991-yilda tashkil etilgan bo'lib, ilm-fan, hunarmandchilik va madaniyatning muhim markazi sifatida hozirgi kunga qadar xalq xo'jaligining muhim tarmoqlari uchun 12 mingdan ortiq yuqori malakali mutaxassislarni tayyorladi. Turizmning mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi roli bilan bog'liq holda Tojikiston Respublikasi hukumatining 2020-yil 29-apreldagi qarori bilan millat peshvosi Emomali Rahmon tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish instituti zaminasida tadbirkorlik, turizm va xizmat ko'rsatish institutini tashkil etib, turizm sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor berish lozimligini ta'kidladi. Yangi o'quv binolari qurilishi bilan yana 3500 o'quvchining 2 smenada o'qishi uchun yaxshi sharoitlar yaratilganligi ma'lum qilindi. Hozirgi kunda turizm, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish instituti 7557 studentni o'qishga qabul qilish imkoniyatiga ega. Hozirgi kunda institutda iqtisodiy yo'nalish litseyi, 6 ta fakultet, fosilaviy ta'lim va sirtqi ta'lim bo'limlari, ilmiy
va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi, internetga ulangan 800 dan ortiq kompyuter, 2 ta ilmiy kitobxona, 2 ta elektron kitobxona, 2 ta majlislar zali, 2 sport maydonchasi, tibbiy punkt, 150 ta o'quv xonasi, 11 ta o'quv laboratoriyasi, bosmaxona, texnopark va oshxona mavjud. Qayd etish joizki, Dushanbe shahri raisi Rustam Emomalining institut hududida Firdavsi rayonining Borbod prospektida joylashgan o'quv binolarini qurishga ruxsat berish to'g'risidagi qarori doirasida 2 ta yangi bino bunyod etilgan. Millat peshvosi Emomali Rahmonning 2020-2021 o'quv yilida ta'limni xalqaro darajali sohasidagi ko'rsatmalari doirasida institutning 3 ta mutaxassisligi turizm va mehmondo'stlik, xalqaro turizm va jahon iqtisodiyoti sohasidagi menejment akkreditatsiyadan o'tkazildi va xalqaro ta'lim standartlariga moslashtirildi. Bu yerda millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon va Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi raisi, Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali ishtirokida yana bir qo'shimcha 8 qavatli o'quv binosi hamda turizm sohasida ish joyi bilan ta'min etish markazi qurilishi boshlab berildi. Loyihaga ko'ra, yangi binoda ish hujralari, majlislar zali, sinflar, ombor, nashriyot, tennis zali, shaxmat klubi, texnik xizmat ko'rsatish bo'limi joylashadi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon yangi ta'lim muassasalari qurilishi loyihasi bilan tanishar ekan, quruvchilarga qurilish ishlarini sifatli bajarish va institut rahbariyatiga kelajakda ta'lim olish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Turli gullar, soyali va manzarali hamda doim yashil daraxtlar, 2100 kvadrat metrdan ortiq keramik plitalar va 1600 kvadrat metr korxona hovlisiga asfalt yotqizish, shuningdek boshqa obodonlashtirish ishlari bo'lib, ular yuqori sifatli bajarilgan. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon muassasa laboratoriyalaridan birida turizm, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish institutining Xatlon viloyati Levakand shahridagi filiali qurilishi ishlari bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, institut filiali 8 qavatdan iborat bo'lib, bir smenada 2200 kishiga mo'ljallangan bo'lib, 2024-yilgacha rejaga muvofiq foydalanishga topshiriladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon turizm, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish instituti rahbariyatining Levakand shahridagi ximiya sanoati kasb-hunar litseyini kelajakda kollej va universitetga aylantirish tashabbusini qo'llab-quvvatladi va qo'shimcha ta'lim olish uchun ko'rsatma berdi. Turizm, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish instituti o'qituvchilari va o'quvchilari ta'lim sohasiga alohida e'tibor berayotgani hamda institutda qo'shimcha 2 ta yangi binosi davlat mustaqilligi 30 yilligi arafasida qimmatbaho sovg'a sifatida taqdim etilgani uchun millat peshvosi Emomali Rahmonga minnatdorchilik bildirishdi.